Eng yomon narsalarni o'zbekchilikka to'nkab qo'yamiz. O'zbekchilikning nima aloqasi bor? Qizim, turmushga chiqding-a, bo'ldi, o'liging chiqsin shu uydan. Eng yomon duoibat shu. Toshda yo'qot, o'liging chiqsin shu uydan. Nima degani u? Qiz bechora ota-onasiga aytib kela olmaydi. Er urib, maydalab, bir necha marotaba pichoqlab o'lmay qolgan holatda ham, "Yo'q, gap so'z bo'lasan, chiqqan qiz chiqiriqdan tashqarida shu nima bo'lsang ering bilan." Qanaqa zolim ota-onasilar. U nima qilsin u qiz bechora? Kimga dardini aytsin? Er zolim, qaynona-qaynota zolim. Ha, biz haspo'shlaymiz, ota qaynona-qaynotani xizmatini qilish kerak deb. Ba'zan haspo'shlaymiz, ba'zan haqiqatan ham xizmatini qilish kerak, lekin qulligini qilish kerak emas. Xizmatini degani taomini pishirsin, ularga yaxshi gap gapirsin qaynona-qaynotaga. Lekin uni gapi bilan shunchalik ko'payyaptiki, qaynonasini zulmi bilan bola xotiniga javobini berib ajrashib ketyapti. Yoki ur deydi, nimaga urmaysan xotiningni deydi. Erkakmisan o'zi, xotiningni bir shappat ura olmaysan deydi. Bu qanaqa gap? 21-asr, bugungacha bo'lgan davrni eng rivojlangan axborot, texnologiyalar asrida yashab, biz haligacha qaynona-qaynota muammosidan, oilaviy muammolardan chiqib keta olmayapmiz.